هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Zumar tefsiri 71. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diyektanlığa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygur tercümesi Zumar suresi 71. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Kafirlar cehennemge top olup heydilidi. Ula cehennemge yetip kelgende cehennemning darvozalari ichilidi. Cehennemni boshqaruvchi farishtalar ularga oranglardan sizlarga Rabbinglarning oyatlarini sizlarga o'qib beradigan, bugungi uchrashishning borligidan ogohlantiradigan payg'ambarlar kelmaganmi deydi. Ular shundoq payg'ambarlar kelgan, bizni ogohlantirgan, lekin azobga duchor bo'lish hukmi kufri va qilmishlari tufaylidan kofirlarga tegishli bo'ldi deydi. Ularga cehennemning darvozalaridan kiringlar, cehennemda mangu qilinglar, mutakabbirlarning joyi nima degan yomon deyiladi. Kafirlarning cehennemga haydilishi to'g'risida Allah Teala bu ayette bedbaxt kafirlarning dozaqqa nihoyat qo'pollik bilan do'shkallanib, hayvi qilinib va qo'rqitilib haydiladiganligidan xabar berdi. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi: U kunda ular dozaqqa qattiq ittirildi. Ya'ni ular dozaqqa qattiq ittirilganda ussab chanqab ketgan holatda ittirildi. Bu vaqtda Allah Teala mundaq deydi: Shu kunda, ya'ni qiyomat kunida taqvodorlarni marhamatlik Robbining dargohiga izzat ikrom bilan yig'imiz. Gunohkorlarni ular chanqigan holda jahannamga haydaymiz. Ular shu chaqda gaz, gacha, ko'r bo'lib qoladi. Ulardan düm yatqizilib so'rildiganlarmi bor. Qiyomat kuni ularni düm yatqizib so'rilgan ko'r, gacha, gaz holda yig'imiz. Ularning joyi jahannam bo'ladi. Jahannamning o'ti paslab qolsa, ularga o'tni texmi yalqinjitimiz. Ular jahannamga yetib kelganda jahannamning darvozalari ichiladi. Ya'ni ularning jahannamga yetib kelishi bilanla azobning tiz bo'lishi uchun jahannamning darvozalari tiz ichiladi. Ondan ularga jahannamning qorovullaridan tarkib topgan qo'pol muomalalik, qattiq qo'l boshqaruvchi farishtalar ularga taptani qilish, ahonat qilish va ularni ayiblash yuzidan aranglardan sizlarga Rabbinglarning oyatlarini sizlarga o'qib beradigan, bugungi uchrashishning borligidan ogohlantiradigan payg'ambarlar kelmaganmi deydi. Ya'ni sizlarning ichinglardan sizlar ular bilan so'zlasha oladigan va ularning so'zidan tushuncha hosil qila oladigan, sizlarga yetkizgan narsaning to'g'riligiga sizlarning ustinglardan pokit va isbotlarni turg'izadigan, sizlarni bugungi yomonlikdan ogohlantiradigan payg'ambarlar kelmaganmi? Kafirlar farishtalarga shundoq payg'ambarlar kelgan, bizni ogohlantirgan, oldimizga dalil paketlarni qo'ygan deydi. Lekin azobga duchor bo'lish hukmi kufri va qilmishlari tufaylidan kafirlarga tegishli bo'ldi. Ya'ni lekin biz haqdan botilga yuzlanib
ilgirila badbaxtlardan bo'lganligimiz uchun payg'ambarlarni inkor qildik va ularga qarshilik qildik. Shuni azob bizga tegishli bo'ldi. Alloh taolo ularning holidan xabar berib, mundaq deydi: Devzaqqa har qachon bir to'p odam tashlangan chaqda devzaqqa muakkal farishtalar ulardan: "Sizlarga ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar kelmaganmidi?" deb so'raydi. Ular: "Undaq emas, bizga haqiqatan ogohlantiruvchi kelgan. Biz uni inkor qildik. Hamda biz Alloh hech odamga vahiydan biror narsa nozil qilgani yo'q. Sizlar faqat cho'nqur ozg'unlikda dedik" deydi. Ular: "Agar biz payg'ambarning so'zlarini anglagan yoki tushungan bo'lsak, ahli do'zax qatorida bo'lmas edik" deydi. Ya'ni o'zlariga o'zlari malomat va nadomat qilishdi. Ular gunohini toniydi. Ahli do'zax Allohning rahmatidan yiroq bo'lsin. Ya'ni ular Alloh taolaning rahmatidan qo'g'ilib ziyankorlikda qolsin. Ularga jahannamning darvozasidan kiringlar. Ularga jahannamning darvozalaridan kiringlar. Jahannamda mangu qilinglar. Mutakabbirlarning joyi nima degan yomon deyiladi. Ya'ni ularni ko'rgan va holini bilgan har qanday kishi ularning azobga haqli ekanligiga guvohlik berdi. Shuning uchun bu so'zning kim tarafidan deyilganligi bayon qilinmadi. Balki adil va hammadan xabardor Alloh ularning ustidan chiqargan hukmiga, ularning haqiqatan haqli ekanligiga har qanday mavjud narsa guvohlik beradiganligining isbotlanishi uchun u so'zni muayyan bir shaxs deyilmasdan bayon qilindi. Jahannamning darvozalaridan kiringlar, jahannamda mangu qilinglar. Ya'ni sizlarga jahannamdan chiqish va qutulish mangu yo'q. Mutakabbirlarning joyi nima degan yomon. Ya'ni sizlarning oqibatinglar nima degan yomon oqibat. Turadigan joyinglar nima degan yomon joy. Dunyodagi takabburlikinglar haqiqatdan bosh tortganliginglar sizlar erishgan bu joyga ilib keldi. Bu nima degan yomon hol, nima degan yomon oqibat. Rabbiga taqvodorlik qilganlar jannatga to'plab bo'lgan holda mangdiriladi. Halbuki ular jannatga yetib kelgan chaqda uning darvozalari ochilib bo'lgan bo'ladi. Jannatga muakkal farishtalar ularga: "Sizlarga omonlik bo'lsin. Sizlar gunohlarning kirlaridan pok bo'ldinglar. Jannatga kiringlar. Uningda mangu qilinglar" deydi. Ular jannatga kirib o'rinlashgan chaqda aytadi: "Jimi hamda sana Alloh xosturki, u bizga qilgan va'dasini ishga oshirdi. Jannatning ziminiga bizni varis qildi. Jannatda o'zimiz xohlagan joyda turamiz. Ishliguvchilarning ajri, ya'ni jannat nima degan yaxshi." Mu'minlarning jannatga elib mengilishi to'g'risida. Bu oyat baxtlik mu'minlarning darajalari bo'yicha jannatga to'p bo'lib elib mengildigan ahvolidan xabar berdi. Jannatga to'p bo'lgan holda, ya'ni bir jamoa yana bir jamoaning orqasidan mangadi. Birinchi bo'lib mangadiganlar Allohga yaqin bandalardir. Ondan keyin yaxshi bandalar, ondan ulardan keyingilar mangadi. Her jamoat o'z xili bilan, ya'ni payg'ambarlar bilan, rostchillar bilan, shehidlar bilan, o'limalar bilan, her sinfdagilar o'z sinfi bilan, her guruh o'ziga mos kishilar bilan jannatga mangdiriladi. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Halbuki ular jannatga yetib kelgan chaqda, ya'ni
ular pil siratdan o'tib jannatning darvozalariga yetib kelganda jannat bilan davzax orasidagi bir ko'rikka duch keladi. Bu yerda dunyoda zulmga uchrag'uvchilar qisoslarini oladi. Zulm qilg'uvchilar gunohlaridan poklangandan keyin ularga jannatga kirishga ruxsat qilindi. Surga oid hadisda kelishicha, mu'minlar jannat darvozalariga yetib kelganda ularning kirishi uchun ruxsat so'raydigan odam to'g'riliq maslahatlashadi. Ular Odam alayhissalomning, ondan Nuhning, ondan Ibrohimning, ondan Musaning, ondan Isaning, ondan Muhammad alayhissalomning oldiga keladi. Ular mahshargoh maydonidami Alloh taolaning tezroq hukm chiqarishini so'rash uchun payg'ambarlarning oldiga keladi. Bu ishni bir qancha o'rinda takrorlash Muhammad alayhissalomning boshqa insonlardan alohida sharafli ekanligini ko'rsatish uchundir. İmam Muslim Anas radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men jannatda birinchi bo'lib shafaat tilig'ichi bo'laman. İmam Muslimning yana bir rivoyatida men jannatning darvozasini birinchi bo'lib qoqquchiman deyilgan. İmam Ahmad Anas radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qiyomat kuni jannatning darvozasi oldiga kelib, uning ochilishini talab qilaman. Darvozaman, kimsan deydi. Men Muhammad deb javob beraman. U men darvozani sendan ilgari hech kimga ochib bermaslikka buyurilgan deydi. Bu hadisni İmam Muslim rivoyat qilgan. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. İmam Ahmad Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Birinchi turkumda jannat kirdiganlarning chiroylari 15 kunlik tulun oyga o'xshaydi. Jannatda tukurish, mishqirish, tahorat qilish bo'lmaydi. Ularning ishlatiladigan qochillari, choch taraydigan targ'oqlari oltin va kumushdan bo'ladi. Ularning isiriq donlariga selingan narsalardan esil puroqlar chiqadi. Ularning tarlari ipordir. Har bir odamga chiroyliqligidan pochaqlarining ilk ko'rinib turadigan ikki ayol berildi. Jannatdagi kishilarning dillari bir odamning dilidek bo'lib, o'zaro ixtiloflashish, dushmanlashish bo'lmaydi. Ular atigan oqshomda Alloh taolaga tasbih aytadi. Bu hadisni İmam Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. La havla va la quvvata illa billah. Hafiz Abu Ya'la Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Jannatga birinchi turkumda kirdiganlarning chiroylari 15 kunlik tulun oyga o'xshaydi. Uningdan keyin kirdiganlarning chiroylari osmondagi eng nurliq yulduzga o'xshaydi. Jannatda cho'ng kichik tahorat qilish, tukurish, mishqirish bo'lmaydi. Ularning choch taraydigan tog'oqlar oltindir. Ulardan chiqqan tarlar ipordir. Isiriq donlarga selingan narsalardan esil puroqlar chiqadi. Ayollari hur parilardir. Ularning axloqlari bir odamning axloqidek bo'lib, hamma odamning surati otisi odamning suratida 60 gaz egizlikda bo'ladi. Bu hadisni İmam Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Ummatimdan yuzlari 15 kunlik tulun oydek yo'riq bo'lgan 70 ming kishilik bir jamoa jannatga kirdi. Bu so'zni anglab Ukasha ibn Muhsin o'rnidan turib, "Ey Allohning payg'ambari, mening shu odamlarning qatoridan qilinishim uchun Alloh taolaga duo qilgin" dedi. Payg'ambar alayhissalom, "Ey Alloh, uni ulardan qilgin" deb duo qildi. Ondan ansarlardan bir odam o'rnidan turib, "Ey Allohning payg'ambari,
mening shu odamlarning qatoridan qilinishim uchun menga duo qilgin dedi. Payg'ambar alayhisalom, u kasha bu ishni sendan chaqqan chiqib ketdi dedi. Bu hadisni İmam Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. İmam Buxoriy va Muslim bu hadisni İbn Abbas radhiyallohu anhuma, Jabir ibn Abdullah, İmran ibn Husayn, İbn Mas'ud, Rifa'a ibn Arabi, Juhani, Qays binti Himsan radhiyallohu anhumlardan 70 ming kishi hisobsiz jannatga kirdi degan babda rivoyat qildi. İmam Buxoriy va Muslim Sahil ibn Sa'id radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Ummatimdan 70 ming odam yoki 700 ming odam albatta jannatga hisobsiz kirdi. Ularning baş oxiri bir vaqtda jannatga kirish uchun bir-birini tutishib mangdi. Ularning yuzlari 15 günlük tulun aydek nurluq buludu. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. La ilahe illallah. Ula cennet yetip kelgen çağda onun darvazları içilip boğan buludu. Cennetki muakkel periştiler ulağa sizlarga amonlik bo'lsin. Sizlar gunohlarning kirlaridan pok bo'ldinglar, jannatga kiringlar, uni mangu qilinglar deydi. Ya'ni ular jannatning darvozalariga yetib kelganda ularga hurmat va ehtirom ko'rsatilib darvozalar ochiladi. Jannatni boshqaradigan farishtalar ularni xuddi Devzahni boshqaradigan farishtalar kofirlarga malomat qilib haydab mangandek mangmasdan xush bisharat, salom va madhilar bilan qarshi oladi. Shuning bilan ular til bilan tasvirligisiz darajada xursandlikka, xushal-xoromlikqa, baxt saodatga erishadi. Tuvanda jannatning darvozalarining 8 ekanligini ko'rsatadigan hadislar bayon qilindi. Subhanalloh. İmam Ahmed Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Kimiki Allohning yo'lida har qanday milidan bir jup narsa sarf qilsa, jannatning darvozalaridan chaqiriladi. Jannatning nurg'un darvozalari bor bo'lib, kimiki ko'p namoz o'quvchilardan bo'lsa, namoz darvozasidan, kimiki ko'p sadaqa qiluvchilardan bo'lsa, sadaqa darvozasidan, kimiki cihatni ko'p qiluvchilardan bo'lsa, cihat darvozasidan, kimiki ro'zini ko'p tutquchilardan bo'lsa, Rayyon darvozasidan chaqiriladi. Abu Bakr radhiyallohu anhu: "Ey Allohning payg'ambari, bir odam u darvozalarning hammasidan chaqiriladigan ahvolim bo'lamdi?" deb so'radi. Payg'ambar alayhisalom: "Ha, men sening shulardan bo'lishingni umid qilaman" dedi. İmam Buxoriy va Muslim bu hadisning o'qishini rivoyat qilgan. La havla va la quvvata illa billah. İmam Buxoriy va Muslim Sahil ibn Sa'id radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Jannatning 8 darvozasi bor bo'lib, uning birisi Rayyon deb ataladi. Uningdan faqat ro'z tutquchilar kiradi. La ilaha illallah. İmam Muslim Ömer ibn Xattab radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Sizlarning biringlar komil tahorat olsa, ondan Alloh taolodan boshqa hech iloh barhaq yo'qdir. Muhammad alayhissalom Allohning bandisi va elchisi deb guvohlik beraman desa, uningga jannatning 8 darvozasining hammasi ochiladi. U qaysi darvozasidan kirishni xolisa, shuningdan kiradi. Subhanallah. Cennet darvozalarining kengligi to'g'risida bizni cennet ahlidan qilishi uchun Allohning buyuk fazlidan so'raymiz. İmam Buxoriy va Muslim Abu Hurayraning
shafaat to'g'risidagi uzun hadisni mundaq rivoyat qildi. Alloh taolo: "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ummatingdan hisobga tortilmaydigan odamni o'ng darvozadan akirgin. Ularning boshqa darvozalardanmi xaloyiq bilan kirish nasibasi bor" deydi. Muhammadning jini ilkida bo'lgan zot Allohning nomi bilan qasamki, haqiqatan jannat darvozalarining keshaklaridan yon yog'ichi ikki keshakning oraliqi xuddi Makka bilan Hajarning oraliqidek, yana bir rivoyatda Busra bilan Makkaning oraliqidek ba. İmam Müslim Utba ibn G'azvoning xutba o'qib, xutbasida bizga haqiqatan jannatning darvozalarining keshaklaridan ikki keshakning oraliqining 40 yillik musofining oraliqidek keng ekanligi, uningga kiradigan odamlarning ko'pligidan nihoyatda torlashib ketadigan bir kunning keladiganligi bayon qilindi deganligini rivoyat qildi. Jannatga muakkal farishtalar ularga: "Sizlarga omonlik bo'lsin. Sizlar gunohlarning kirlaridan pok bo'ldinglar. Jannatga kiringlar, uningda mangu qilinglar" deydi. Ya'ni amalinglar, so'zlaringlar va mukofotinglar pok bo'ldi. Bu söz xuddi Payg'ambar alayhissalom ba'zi g'azotlarda musulmonlarni jannatga cho'qim musulmon, yana bir rivoyatda mu'min kirdi deb chaqirishga buyrug'iga o'xshashdir. Jannatga kiringlar, uningda mangu qilinglar. Ya'ni ular jannatda mangu qoladi. Uningdan yetkilishni xohlamaydi. Ular jannatga kirib o'rinlashgan chaqda aytadi: "Jimi hamda sana Allohga xosdirki, u bizga qilgan va'dasini ishga oshirdi." Ya'ni mu'minlar jannatda ana shu to'liq savobni, buyuk va tugmas ne'matni, katta podshohlikni ko'rgan chaqda shundaq deydi. Jimi hamda sana Allohga xosdirki, u bizga qilgan va'dasini ishga oshirdi. Ya'ni Alloh xuddi mu'minlarning dunyoda Rabbimiz bizga payg'ambarlarning orqali va'da qilgan narsani, ya'ni itoat qilganlarga xos bo'lgan jannatni bergan. Qiyomat kuni bizni rasvo qilmagan. Sen haqiqatan va'dangga xiloflik qilmaysan degan duosini ijobat qilgandek, hurmatli payg'ambarlarning tili orqali qilgan va'dasini mu amalga oshirdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Ular jami hamda sana bizni bu ne'matlarni hosil qilishga yetaklagan Allohga bo'lsinki, Alloh bizni yetaklamagan bo'lsa, to'g'ri yo'l topmagan bo'lardik. Rabbimizning payg'ambarlari bizga haqni elib keldi" deydi. Ular aytdi: "Jami hamda sana bizdan g'am qayg'uni ketkizib o'tgan Allohga mansubdir. Bizning Rabbimiz haqiqatan nihoyatda mag'firat qilguchidir. Az yaxshilikqa ko'p savob berguchidir. Alloh marhamatidan bizni jannatda turg'izdi. Jannatda biz hargiz jafo tortmaymiz, hargiz charchamaymiz. Jannatning ziminiga bizni varis qildi. Jannatda o'zimiz xohlagan joyda turamiz. İşligüçilerinin ecri, yani cennet nima degan yaxshi? Bu haqda Alloh taolo mundaq deydi: "Biz Lavhul Mahfuzda azalda yozgandan keyin Davudga nozil qilingan Zaburda ziminga, ya'ni jannat ziminiga haqiqatan mening yaxshi bandalarim varislik qiladi deb yozdik." Shuning uchun mu'minlar mundaq deydi: Cennatda o'zimiz xohlagan joyda turamiz. Ya'ni qayerda turishni xohlasak, shu yerda turamiz. Amalimizga berilgan ajr nima degan yaxshi? İmam Buxoriy va Muslim Anas radhiyallohu anhudan Miroj qissasi to'g'risida
Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qildi. Jannatga kirdim. Qarasam, uning do'nglari marvoyitdan, to'pisi ipordan ekan. Farishtalarning Rabbiga tasbih aytgan, hamda aytgan holda arshning cho'risini o'rab turganligini ko'rsan. Ularning orasida haqqoniy hukm chiqarildi. Mu'minlar jannatga kirdi. Kafirlar do'zaxga kirdi. Jami hamda sana olamlarning Rabbi Alloh xosdir deyildi. Alloh taolo bu oyatda jannat va do'zax ahli ustida hukm chiqarganligini, har bir bandisini o'z ahliga loyiq keladigan munosib o'ringa kirgizganligini, ularga qilchi zulm qilmay adil hukm chiqaradiganligini bayon qilgandan keyin farishtalar haqida mundaq xabar berdi. Farishtalar ulug' arshning atrofini o'rab turdi. Ular Rabbiga tasbih va hamd sana aytdi. Alloh taolani ulug' va buyuk deb tanib, barliq nuqson va zulmdan pok va muqaddas deb bildi. Haqiqatan Alloh ishning haqiqatini ayirib, odillik bilan hukm qildi. Shuning uchun Alloh taolo mundaq deydi: ularning, ya'ni insonlarning orasida haqqoniy hukm chiqarildi. Mu'minlar jannatga kirdi, kafirlar do'zaxga kirdi. Jami hamda sana olamlarning Rabbi Alloh xosdir deyildi. Ya'ni bütün kainotdagi so'zlaydig'ini va so'zlamaydig'ini olamlarning Rabbi Alloh uchun Alloh taolaning adil hukmiga hamda sana aytdi. Shuning uchun bu hamda sana muayyan bir tegichiga qartilmasdan bayon qilindi. Buningdan barliq mahluqotning Alloh taologa hamd sana aytish bilan guvohlik beradiganligi isbotlandi. Qatada bu oyat haqida mundaq deydi: Alloh taolo insonlarni yaratganligini, jami hamd sana osmonlarni va zaminni yaratgan Alloh xosdir degan oyatdagi hamd sana bilan boshlab ularning orasida adil hukm chiqarganligini, jami hamda sana olamlarning Rabbi Alloh xosdir deyildi degan oyatdagi hamd sana bilan tamomladi. Shuning bilan sura Zumurning tafsiri tugadi. Alhamdulillah, jami hamd sana Alloh taolo xosdir. Kelar qitimda sura G'ofir tafsiridan birinchi oyatdan boshlab anglaysizlar inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.